Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilarimiz. Mana bugun biz yana navbatdagi oldayma romlarimizni sinovga jarayonni tugatdik. Bu xonadonimizga Akifani originaldan G306 dan Mokrisdan mana oldayma romga o'rnatib berdik. Bu ishimizni qadrli kuzatuvchilar o'rnatganimizga 2 kun bo'ldi. Bu tomonni mana bu tomondagi ishlar ham biz ishlarimiz. Bu tomondagi ishlarni 1,5 oy oldin o'rnatib berganmiz. Mana ishimiz yoqqaniga chaqirtirib nima qildi? Ularni ham chiroyli qilib o'rnatib berdi. Bu ishlarimizni qadrli kuzatuvchilar kvadratini 600 ming so'mdan olib kelib chiroyli qilib o'rnatib berdik. Ishlar bilan sizlarni ham qisqacha tanishtirib o'taman. Zamonlar ham mana har doimgidek original, ochilib yopilish girovkalari go'zal holatda. Ichkarilarini ham, podokoniklarini ham qo'yib, ham yo'g'ini chiroyli qilib o'rnashtirib berdik. Ichkalari ham mana original. Ochilib yopilishlari ham go'zal holatda. Kanalda yangilar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Bizning telefon raqamlarimiz 90lik 545 8801. Akifa Plus, MDF yog'och, eshik-romni barcha turdagi mahsulotlarga bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Xudo xolasa doim xizmatinglardamiz. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.